Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetlik ustazlar, hürmetlik qarindoshlar, hemşeriler. Allah subhanahu wa ta'ala hammaylarning bu vaqtimizni xayrli qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala o'qigan Qur'oni Karim, zikr, tasbih, amal ibodatlarimizni qabul qilsin. Bugungi darsimiz irodelik bo'ling, shak shubha ikkilanishni tashlang degan temada. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadisida shunday aytgan: "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini iradelik bo'lishga, har qanday ishda ikkilanish, tavrinib qilishni tashlab, keskin iradelik ish qilishga buyurib shunday deydi: "O'zingga foydali bo'lgan ishlarni qilishga hirisman bo'lgin, Allohdan yordam talab qilgin, ojiz bo'lmagin. Agar sana bir ish yetib qolsa, sen voy bu ishni men anda qilsam bo'ptikan, manda qilsam bo'ptikan, men ani qilgan bo'lsam bu ish menga yetmaydi yoki meni qilgan bo'lsam mana bu ish yetmaydi deydigan, manda taptani qildigan ishlarni qilmagin. Lekin Allohning taqdir qilgani, Alloh xohlagan ish bo'ldi degi. Mubada sen meni manda qilsam manda bo'libdikan degan so'zni ko'p qilsang, shaytonninki amaliga ish ichiladi. Şeytan seni vesvese qilib, bağansı senin iradangni sundirib, seni shu ikkilanish, qayg'u hasratga tushirib qo'ydi. Yani bu hadisden bizge iki türlük payda çıkıdı. Birincisi, insan kılalaydıgan iş boludu. İnsanın özünün taqiti yetidigan, özü kılalaydıgan iş boludu. Öz aldığı şu işini kılıp, özünün közlegen maksat, muddalarına yetalaydı. Bunun için insan özünün bütün taqitini çıkarıp, tirişçallıqını çıkarıp, nişanıga yetiş için Allah'tan yardım sorab, bu işine orundaşqa tirişiş gerek. İkinci türlük iş boludu, insan inadan aciz kilidi. Ve özü irade qilgan işini qilish uchun har qancha tirishchanlik qismi, barliq sabablarni qilgan taqdirdimi bu ishni vujudga chiqarolmaydi. Bunda vaqtida inson buningdan qayg'urib ketmaslik, afsuslanmaslik va o'ziga va o'zining taqdiriga taptani qilmaslik kerak. Ve şundaqla vay men ma ishni ma şekilde qilgan bo'lsam qila olaydi ekanman. Manda ishlarni qilmasam bo'ptikan deydigan so'zlarni ko'p qilmaslik kerak. Biz har qanday ishni qilsak, keskin irodelik bo'lamiz, qo'limizdan keladigan barliq sabablarni qilamiz. Undan keyin ish biz ko'zlagan maqsadda bo'lmay qolib qolsa, buningga afsuslanmasdan, voysimasdan Allohning taqdiri shunday ekan, Allohning o'rinlashtirishi shunday ekan, men o'zimning taqdim bo'yicha qilib vaqtayam deb shu belgilimida to'xtab qilish bu yaxshidir. Allah subhanahu ve taala bendini sınaydı. Dünya bu sınak dünyası. Biz özümüzge yetken musibet, bala, qaza, qiyinchilik bularni mana bek taqat keltirenmegidek shunda qiyinchiliklar yetib qoldi deb o'ylab qolamiz. Ish undaq emas. Çünkü Allah subhanahu ve taala insonni yaratgan zot bo'lgandan keyin insonning taqatininki, buning sabrchanligining qaysi darajada ekanligini biladi. Shunga Allah subhanahu ve taala insonni buyurgan shar'iy takliflarmi yoki insonga yetadigan turli bala musibat, qiyinchiliklarmi insonning taqatining sirtida bo'lmaydi. Yani bizge yetken her kandak musibet ve kesellik, xapilik, qiyinchilik hammasi bizninki taqatimiz doirasining ichida. Biz uni taqat keltiradigan, sabr qiladigan doirada bo'ladi. Shunga Allah subhanahu ve taolaninki bandalariga bandisi taqat keltirolmaydigan ishlarni taqdir qilishi mumkin bo'lmaydi. Shunga buning asliga vaqtimizda o'zimizga yetgan har qanday qiyinchilik, jafo, mushaqqatlarni tafakkur qilgan vaqtimizda bu ishlarning hammasi özümüzdeki taqatimiz, sabrchanligimiz doirasida bo'lganligini tushunamiz. Allah subhanahu ve taala insonga yetgan har qanday narsada sabr qilishni vojib qildi. Her qanday ishga sabr qilish bu barliq islom ulamolarininki birligi bilan bu vojib bo'lgan ish. Ya'ni bizga har qanday bir ish yetsa, buningga sabr qilsak, buning natijasi dunyodan bo'ladi, oxiratdan bo'ladi. Allah subhanahu ve taala hergizmo bizning taqatimiz yetmaydigan bir ishni bizga yuklab qo'yib, undan keyin bizni uningga sabr qilishga buyurmaydi. Ya'ni Allah subhanahu ve taala bizga har qanday bir ish bo'lsa, shuningga taqobil turaligidek imkoniyat, kuch-quvvat, musibatni ustimizga og'idek iroda ato qildi. Ya'ni har qanday qiyinchilik bo'lsa, sabrchanlik bilan buni yengadigan, har qanday jafo, mushaqqat bo'lsa, buningdan o'tib ketadigan kuch-quvvatni Allah subhanahu ve taala bizning
jismimizda qildi. Agar Alloh subhanahu va taolo bundaq kuch-quvvatni bizda qilmagan bo'lsa, albatta bizga sabr qilishni vojib qilmaydi. Biz har qanday bir ishga duch kelsak, bu hayotlik nihoyat go'zal shaklda romantik o'tmaydi. Biz yoki kitoblarda o'qigan yoki ba'zi bir filmlarda ko'rgan shaklda hayot u shaklda o'tmaydi. Haqiqiy hayotda nurg'un jafo, mushaqqat, qiyinchilik va har xil inson yoqtirmaydigan ishlar yuz beradi. Buningga inson sabr qilishi, taqat keltirishi va Alloh subhanahu va taolo insonni paydo qilgan kuch-quvvat, sabrchanlik, iroda bilan bunday ishlarga taqobil turishi kerak bo'ladi. Bir ishni ijro qilmoqchi bo'lsak, mayli bu bizningki dunyolik foyda manfaatimizga yoki turmush ishlarimizga kerak bo'lgan ish bo'lsin, yoki oxiratlik hayotimizga aloqador ish bo'lsin, keskin irodalik bo'lish va ishni darhol qaror qilib ijro qilish bu musulmonning bir sifati bo'ladi. Chunki bir odam bir ishga qaror vermay, men ma ishga qaror vermay qoldim, buningda ikkilinib qoldim, buni qilsam bo'ladimi, qilmasam bo'ladimi, buni olsam bo'ladimi, olmasam bo'ladimi, yoki satsam bo'ladimi, satmasam bo'ladimi deb keskin bir qaror vermaslik bu insondagi bir ruhiy kasallik. Biz bir ishga keskin qaror berib, buningda ma'lum darajada xatolashganimiz, bir ishga qaror vermay, ikkilinib, keskin bir iroda kelmagandan menhasi yaxshi bo'ladi. İnsan keskin iradalik bo'ladigan bu orqali dunyoda g'alaba nusratga erishadi. Şuna biz bir ishni qilmoqchi bo'ldik-miz, har qanday bir ish bo'lsa, oldi bilan buni qaysi darajada qila olayman. Buni bir qur tafakkur qilib o'ylangandan keyin Allohga istig'for qilamiz, Allohga duo qilamiz. Ey Alloh, mush ish mening dinim, dunyolik va oxiratlik ishlarimda menga manfaatli, foydali bo'ladi ekan. Bu ishni menga oson qilib bersla, mening bu ishni qilishimga yordam bersla. Agar bu ish mening din va dunyo ishlarimda menga foydali bo'lmaydi ekan, ziyonli bo'ladi ekan, bu ishni menga yiroq qilsa, meni bu ishdan yiroq qilsa deb Allohga istig'for qilib, duo qilib, ko'nglimizda shuningga nisbatan bir rag'bat, intilish bo'ladi ekan, darhol bu ishni ado qilishga aldiraymiz. Hamda bizga har qanday bir qiyinchilik uchraydi ekan, dunyo qiyinchilikdan xoli emas. Buni hargiz shu holatda qo'yib o'tib ketmaslik kerak. Chunki qiyinchilikni hal qilmay tashlab qo'yish insonda bir xil tavrinish, ich siqilish, beorom bo'lish va ishiningki ratlik bo'lmaslikka elib boradi. Shunga har qanday bir qiyinchilik bo'ladi ekan, buni darhol hal qilib, o'z yo'lida bir taraf qilib minish kerak. Aldı bilan bu qiyinchilikning doirasi qanchalik, chek-chegarasi qanchalik buni bekitish kerak. Bu ishni men hal qila olaymanmi, qila olmaymanmi? Buni hal qilishning chorasi nima? Qanday qilgan vaqtida bu qiyinchilikdan qutula olayman deb buni bir bekitish kerak. Ikkinchidan, qiyinchilikning zodi kelish sababi nima? Nima sababdan bu ish yuz berdi? Buni bir bekitish kerak. Uchinchidan, shu qiyinchilikni hal qilishninki munosib amal choralarini tepishga tirishchilik qilish kerak. Aynan keyin biz shu qiyinchilikni hal qiladigan chorlarni topgan vaqtida turli yo'li bo'ladi ba'zi ishlarni hal qilishdan. Buning orasida eng afzal bo'lganini tepib chiqib, darhol buni ijro qilish kerak. Buni ijro qilishda hargiz ikkilanmaslik kerak. Biz hozirdan boshlab har qanday bir ish bo'lsa tirishchan bo'lishimiz kerak. Buni qaysi shaklda hal qilsak, eng go'zal shaklda hal qilg'ili bo'ladi. Buni bir o'ylanib, tafakkur qilishimiz kerak. Enadan keyin Allohga istig'for qilib, Allohdan yordam tilab, bu qiyinchilikni hal qilishga darhol bir chora qilishimiz kerak. Shunda bo'lgan vaqtida hayotimiz go'zal shaklda mangadi. Agar bizning xatolikni hal qilish choramiz unumli bo'lmay qolsa, darhol yana bir chorani tutamiz. Hargizmi qiyinchilik yollarda ikkilenib, tavrinib, ya'ni qiyinchilik oldida yer qarab o'tamaymiz. Bu musulmonninki sifati. Bizning yana bir sifat nima desa hamda hech qanday bir odamni o'ch ko'rmaslik kerak. Menning sifati insonni o'ch ko'rmaslik kerak. Chunki boshqalarni o'ch ko'rish kasallik. İnsandaki ruhi kasallik hisoblanadi. Bir odam birisini o'ch ko'rib qolsa, o'ch ko'rgichininki qalbida siqilish, doim shu o'zi yaxshi ko'rmagan, yoqtirmagan odamning gapi qilinsa, bu odamning ichi siqiladigan, o'chmanlik paydo bo'ladigan, yoki bir so'ringa birib qolsa, o'zi yoqtirmaydigan bir odam bu so'rinda bo'lib qolsa, bu so'rin shuncha kengir bo'lsa-mu, bu odamga notarchilik bilinadi. Rahat ololmaydi, ichi siqilib, beorom bo'lib o'tiramay qoladi. Ammo insonning qalbi sog'lom bo'lsa, qalbida hech qanday bir odamga o'ch, adovat saqlamasa, ko'ngli rahat, xotirjam yashaydi. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda musulmonlarningki sifatini bayon qilib, "Val ya'fu val yasfahu." Afu qilinglar va kechirim qilinglar degan.
Yani her qanday insan kemçilikten xali bulanmaydı. Bizden bir dini qırındışımız bizge nisbeten xatalık sadır qılgan bolsa yoki ko'nglimizni ranjitgan bo'lsa, buni afu qilib ko'nglimizdan chiqarib o'tishimiz kerak. Şu Allah subhanahu va taolo yana bir oyatda aytadi: "Faman afa va aslaha fa ajruhu alalloh." Har qanday odam afu qilsa, orasini isloh qilib yaxshi qilsa, buning ajri Allohga bo'ladi. Allah subhanahu va taolo bu odamningki qilgan tirishchanligiga nayt ko'p ajr beradi. Şu bir adam bizning haqqimizda xatolik sodir qilgan bo'lsa, buning xatoligini afu qilmay, uchmanlik saqlab, uch kurash yursak, biz Allohning haqqida xatolashgan bo'lamiz. Chunki biz boshqalarning xatoligini afu qilsak, Alloh bizga hasilab ajr beradigan tursa, biz shuni bilib turib xatolikni ko'nglimizdan chiqarib o'tmay, boshqalarga bo'lgan uchmanlikni qalbimizdan chiqarib o'tmay, buni abadiy davomlashtirsak, Alloh tarafdan bizga keladigan nurg'un ajr savoblardan his qilamiz. Biz Allohning haqqida xato ketganlarimizni tafakkur qilgan vaqtimizda, boshqalarga bizdan sodir bo'lgan xatoliklarni o'ylagan vaqtimizda, bu xatolik bizni nimaga boshlaydi desa, o'zimizning qarindoshlarimizni afu qilishga, kechirim qilishga ilib boradi. Bunda holatda insonning qalbida hech bir adamga nisbatan uchmanlik qolmaydi. Biz cennetga kirishni o'ylaydi ekanmiz, cho'qim dunyoda qalbimizda kishilarga nisbatan bir uchmanlik sodir qilmasligimiz kerak. Chunki bu uchmanlik degan bir ruhiy kasallik, insonning badaniga yetgan bir xil mikrob bo'lganlikdan, bunda ruhiy kasal, badaniga mikrob chaplashgan odam jannatga kirolmaydi. Chunki jannat ahlining ne'matlaridan biri nima desa, ularning orasida bir-birini uch ko'radigan, bir-biriga dushmanlik qiladigan bundaq sifat topilmaydi. Alloh subhanahu va taolo jannat ahlini sifatlab aytadi: "Va naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar." Biz jannat ahlining qalbidan, ularning dillaridan uchmanlikni, bir-birini yoqtirmaydigan, uch ko'radigan bundaq kasallikni qalbidan chiqarib etdik. Bular ostidan suzuk suvlar eqib turadigan oliy qasrlarda jannatda ne'matlanadi. Yana bir oyatda Allah subhanahu va taolo aytadi: "Va naza'na ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururin mutaqabilin." Biz yana ularning qalbidan bir-birini uch ko'radigan, yomon ko'radigan bundaq illat, bundaq mikrobni, bundaq yomon sifatni chiqarib etdik. Bular qarindosh bo'lgan holatda bir-biriga nayt xursandlik bilan bir-biriga qarashib o'tirdi. Jannatda jannat ahli har qanday sorunda o'tsa, hammasi bir-biriga qarashib o'tirdi. Hargizmi bizningki keyni boshqalar bo'lib qolmaydi. Har qanday sorunda bular go'zal shaklda, o'zaro qarindosh shaklda bir-biriga qarashib kulimsirab o'tirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet ahlini sifatlab shundoq degan: "Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid va la tafaghazu baynahum va la tahasadud." Cennet ahlininki qalbi, cennet ahlining dili bir odamning qalbiga o'xshash. Ya'ni cennetdagi kishilarninki hammasininki qalbi o'xshash. Shundoq mehribonlikqa to'lgan, bir-birini yaxshi ko'radigan, bir-biriga uchmanlik qilmaydigan shundoq kishilar deydi. Unda bo'lgandikan biz Qur'oni Karimning va Payg'ambar alayhisolamning hadislarininki ta'rifatlarini tushungandan keyin boshqalarning bizga qilgan xatoligi va nacharligi bo'lib qolsa, biz buni boshqalarga xayr ihson qilish, yaxshilik qilish orqali buni tugatib etsak, buning ajr savobi nihoyat katta bo'ladi. Ya'ni biz Allohning buyrug'iga bo'ysunganlikdan iborat ajrga erishimiz. Shu sababdan Alloh subhanahu va taolo boshqalardan keladigan yomonlikni bizdan ko'tarib o'tadi, adovatni sadoqat, do'stlikqa aylantiradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Va la tastavil hasanatu va las sayyiatu idfa' billati hiya ahsan, fa idhal ladzi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, va ma yulaqqaha illa allazina sabaru, va ma yulaqqaha illa zu hazzin azim." Yaxshilik bilan yomonlik hargiz barobar bo'lmaydi. Mayli dunyoda bo'lsin, oxiratdagi mukofotda bo'lsin, hargiz yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmaydi. Sana xatolik sodir qilgan, yomonlik qilgan odamning xatoligini sen yaxshilik bilan bitirgin, yaxshilik qilgin. Shunda qilsang, sen bilan o'tirsida adovat bo'lgan odam go'yoki sening nihoyatda samimiy, yaqin do'stingga aylanadi. Bu ishqa faqat Alloh yo'lida sabr qilgan, aziyatlarni ustiga olgan, qalbidan uchmanlikni chiqarib etgan kishilarni qabul qila oladi. Yana bundaq ishqa Allohning huzurida nasibisi katta bo'lgan kishilar buni qabul qila oladi.
bizga nacharlik qilgan, bizga eskilik qilgan kishilar bo'lsa, buningga nihoyat yaxshi muomala qilish kerak. Oyatdagi idfa billati hiya ahsan degan bir odam sana yomonlik qilgan bo'lsa kishilardan, bo'libmi urug' tuqqanlaring, do'st birodarlaring, yaqinlaring, xo'lim qo'shnilaring, mayli og'zaki bo'lsin, amaliy harakati bilan bo'lsin, sana nacharlik qilgan bo'lsa, sen bu nacharlikning barobarida ularga yaxshilik qilgin. Tuqqanlaring sendan urug' tuqqanlikni uzgan bo'lsa, sen urug' tuqqanlikni ulug'in. Ular sana zulm qilgan bo'lsa, sen ularni afv qilgin. Ular sen bar yo'q yerda sening haqqingda har xil gaplarni qilgan bo'lsa, sen buning muqobilida nihoyat chiroyli so'zlarni qilgin, ularni afv qilgin, ularga go'zal shaklda muomala qilgin. Ular sen bilan bo'lgan aloqani uzib, seni tashlab etgan bo'lsa yoki sana qo'pol so'zlarni qilgan bo'lsa, sen ularga chiroyli so'zlik qilgin. Muloyimlik bilan muomala qilgin. Kuchingning yetishicha ularga yaxshilik qilgin. Agar sana yomonlik qilganlarga sen yaxshilik bilan muomala qilsang, bu yerda katta bir foyda hosil bo'ladi. U qaysi desa, fa izallazi baynaka va baynahu adavatun ka'annahu waliyyun hamim. Sen bilan orasida adovat bo'lgan kishiga sen yaxshi muomalani ko'p qilsang, bu sening intayin yaqin, kuyimchan, mehribon do'sting, birodaringga aylanadi. Yani bu Allah Subhanahu ve Taala'nınki ko'rsatmasi, Qur'oni Karimning ko'rsatmasi. Biz şuna her qandaq ishda Qur'oni Karimning, hadisi Rasulullohning ko'rsatmasi bo'yicha amal qilsak, bizdagi mayli hissiy kasallarimiz olsun, ma'naviy kasallarimiz olsun, qalbimizdagi va ko'nglimizga to'shab qolgan ish-pushqi, xotirjamsizlik hammasi ketib qoladi. Şuna biz hayatımızda Qur'oni Karim, hadisi Rasulullah'ni lazım tutuşimiz, Qur'oni Karimni ko'p o'qishimiz, har kuni Qur'oni Karim tilovati bo'lgandikin imkoniyatimiz bo'lsa, o'qigan tilovatninki tafsir Qur'oni Karimning tarjimalari va buni kunlik o'qigan yerdan ko'p bo'lmasimi, birer betdan, yarim betdan tarjimalarini o'qib, o'qilgan oyatlarninki ma'nosini tushunib, oyatlarning hukmini amaliyatimizga tatbiqlab mangsak, inshaalloh dunyodami go'zal hayot yaşaymiz. İçimiz sıkılmaydı. Musafirlik hayatı ve bu qiyinchiliklar bizga ma'lum bo'lmay, biz xuddi bir rahat, lezzet içinde yaşagandek yaşaymiz. Çünkü Qur'oni Karim bilan yaşagan hayat bu intayin lezzetli, güzel bir hayat. Allah Subhanahu ve Taala hammaylarni Qur'oni Karim nuri bilan yaşaydigan güzel hayat